Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani, ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Zo'rmisiz? Rahmat. Qashqadaryo viloyati Koson tumani Esaboy qishlog'ida yashovchi Gulnoza aya bilan bog'landikmi? Shunday. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz qanaqa onajon? O'zingiz zo'rmi? Nima deysiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi? A'lo. Har doim a'lo kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Rahmat. Bugun go'zal kun, siz uchun, yaqinlaringiz uchun unutilmas bo'lgan tavallud ayyomingiz ekan. Qarshi olgan yangi yoshingiz muborak bo'lsin. Shunday, rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Ilohim tanajoningiz sog' va salomat bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Muborak qo'llaringizni Rahmat. Muborak qo'llaringizni duoga ochib, nimaki so'ragan bo'lsangiz Robbimdan barchasi mushkullarsiz ijobat bo'lsin ilohim. Shunday bo'lsin. Ilohim. Bugun go'zal ayyom bahona oz bo'lsa-da sizni xursand qilaylik deb yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali qo'ng'iroq qilayotgan edik. Boshlovchi qizingiz Zulfizar bo'laman. Loyihamizga sizga atab yozilgan mehrga to'la tabrik xatlari, dil izhorlari kelgan edi. Onajon, nima deb o'ylaysiz? Bugungi maktublarni, dilnomalarni aynan kim jo'natgan bo'lishi mumkin? Kelinim, qizlarimdan bilmasam. Avvallari ham olganmisiz g'oyibona maktublar? Yo'q, olganmiz. O'zi surprizlarni kim yaxshi ko'radi? Sizga yoki yaqinlarga qilib turadi kim? Yo'llaydi-da, nima deysiz? Surprizlarni ko'proq kim qilib turadi oilangiz, yaqinlaringizga? O'g'lim qilib turadi. Albatta, sizni har bir yaqiningiz o'zgacha mehr bilan yaxshi ko'rar ekanlar, lekin aynan bizning loyihamizni tanlagan mehriboningizdan kelgan tabriklar kutilmagan bo'lishi mumkin. Bu maktublarni sizni mehringizdan kuch olib, kelin qizingiz Fotima opamiz, o'g'lingiz Rafael akamiz va nabirajonlaringiz Shukronaxon, Afrozaxon, o'g'lingiz Xurshidjon akamiz birgalikda yo'llabdilar. Mayli, sog' bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar kelin qizingiz. Ikkinchi onam desam mubolag'a bo'lmaydi. Juda ham mehrdaryo ayollar, oyijonim borlarki, bizni qalbimiz xotirjam. Farzandlarimga mendan-da ko'proq mehr beradilar. Alloh rozi bo'lsin. Dunyomizni nurli qilib, ilohim dunyo turguncha o'zlari ham bizga bosh bo'lib yursinlar dedilar. Rahmat, sog' bo'lsin, sizlar mening baxtimga. Ilohim, aytganingiz kelsin. Chiroyli maktublarni, ko'p ham sizga ayta olmagan dil izhorlarni bugun yozib yuboribdilar. O'qib eshittirsak maylimi? Mayli. Rahmat. Assalomu alaykum, aziz va mo'tabar oyijonim. Bugun qalblarga nur sochgan, yuraklarga quvonch olib kelgan qutlug' kun, sizning tavallud ayyomingiz. Ushbu muborak sanani yuksak ehtirom bilan, chin dilimdan samimiy tilaklar ila qarshi olaman. Oyijonim, siz bu dunyoga mehr oqibat timsoli, bardavom sabr va cheksiz fidoyilik ramzi bo'lib kelgansiz. Yillar davomida farzandlaringiz, nabirajonlaringiz, hatto kelinlaringiz uchun ham qudratli tog'day tayanch bo'lib, doimo yonimizda bizni qo'llab-quvvatlab turdingiz. Baxtimizga quyoshdek porlab, doimo olamimizni yashnatib yuring. Men uchun siz nafaqat qaynonam, balki beqiyos mehr beruvchi, hayot yo'limni nurga chulg'ovchi ona hamdirsiz. Ilohim, mana shu mehnatlaringizning rohatlarini ko'rib yuring. Sizning bag'ringizda biz eng go'zal mehrni ko'rdik. Oyijonim, sabringiz, donoligingiz, chiroyli pand nasihatlaringiz sabab hayot yo'llarimizda qoqilmasdan kelyapmiz.
oilamizni baxtiga ko'zlar, nazarlar tegmasin. Har bir mehnatingiz, har bir fidoyiligingiz biz uchun bebaho xazina. Ilohim sog' salomat bo'ling. Yana ko'plab shunday muborak kunlarni biz bilan birga, bag'ringizda farzandlaringiz va nabiralaringizni quchib baxtli qarshi olishingizni tilayman. Niyat qilgan haj va umra safarlaringiz nasib etsin. Takror Baytullohda mehmon bo'ling, oyijonim. Sizga hoji onajon degan yuksak unvon juda ham yarashadi. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, aziz oyijonim. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Yaxshi ham borsiz. Alloh meni sizdek qaynona oyijonni xonadoniga kelin qilib jo'natganidan baxtiyorman. Baxtimizga omon bo'ling. Bizni o'ylar yagona. Aritgan ko'p g'amxonam, oqibatli bir donam, hammadan zo'r qaynonam. Boshim silab bolam der, 40 mayizni bo'lib yer. Farzandim der, qadding ker, deydi mening qaynonam. Kuyovim o'g'lim degan, kelinim qizim degan, xuddi o'zimday degan qaynonam mening onam deb sizni onajonlaridek e'zozlab, o'z onalaridek yaxshi ko'rishlarini aytib, chiroyli tabrik xatlarini yakunlabdilar. Rahmat, sog' bo'lsin. Ilohim, kayfiyatlar ko'tarildimi? Xursand bo'ldingizmi sovg'alardan? Ancha rahmat sizga ham. Har doim quvonib yuring. O'zingizga ham aytib turadilarmi kelin qizingiz yoki uyaladilarmi aytishga? Aytadi, yaxshi. Mashalloh, sizni mehringiz kuchli ekanda, hammani chiroyli mehr bilan ta'minlab turganingizdan ular ham to'lib toshib sizga dil izhorlarini ochiq, erkin mehr bilan o'z onalariga aytgandek ayta olishar ekan. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Bugungi rahmat. Tashakkur. Chiroyli kunda siz bilan qilayotgan suhbatlarimiz, dasturimiz ijodkorlari tomonidan esdalikka muhrlanmoqda. Kelin qizingiz, o'g'illaringiz, nabirajonlaringizga duolaringiz bo'lsa, marhamat yo'llashingiz mumkin. O'g'illarim ham, nevaralarim ham, qizim ham, kelinim ham baxtimga sog' bo'lsin, umr uzun bo'lsin. Ilohim. Rahmat, shuncha hurmat qo'yganingiz uchun. Sizga ham rahmat kattakon. Rahmat. Boringizga shukr. Mehnatlaringiz, rohatlarini ko'rib yuring. O'zingizni ehtiyot qiling, onajon, omon bo'ling. Mayli, rahmat, sog' bo'lingsiz ham. Rahmat. Rahmat. Ladies and gentlemen, today Jasmine Singer and Qaynana. Qaynana, qaynanam, jonim qaynanam. Yoqimli so'zlari bolim qaynanam. Qaynana, qaynanam, jonim qaynanam. Voy 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 asalim bolim qaynanam. Xonadon qirolichasi xonim qaynanam. Uy yumushlarini bilmay qiynasam, indamas gohida erta turmasam, voy mani kechirib charchamas qaynanam, voy voy mani kechirib charchamas qaynanam. Qaynana, qaynanam, jonim qaynanam, yoqimli so'zlari bolim qaynanam. Qaynana, qaynanam, jonim qaynanam. Voy 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 asalim bolim qaynanam. Xonadon qirolichasi xonim qaynanam.
Qaynanam, canım qaynanam, yoqimli so'zlari bolim qaynanam. Qaynana, qaynanam, canım qaynanam, bay 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 asalim bolim qaynanam. Xonadon qirolichasi xonim qaynanam. Qaynana, qaynana,